Taxor Bahorak tumanida dehqonkorlar o'z bug'doy mahsullarining ko'payganidan xursandlik etadilar. Mazkur tumanning qator yerdor va dehqonkorlari bug'doy o'rish va o'z mahsullarining ko'tarishi oqimida ko'paytirdilar. Isloh bo'lingan to'ximlardan ish olishimiz va hamda joriy yilning o'z payti bilan yog'ingarliklari sabab bug'doy mahsulotimiz o'tgan yilga qaraganda ko'paygandir. Biz shuni ziraatdan olganmiz, tuxumi dorilaman ham ziraatdan olganmiz, zardanani ham ziraatdan olganmiz. Fe'lan dehqonga shul mufiddir. Rozidir dehqonlar har biriga kish qiladi. Somoni ham yaxshidir, doni ham yaxshidir, havo ham urmabdi. Hosilatish bolos. Taqriban mardum 5 megr jiribi 70-80 ser oli tuxuma isloshida ki mardumo ko'makada ira poshidan oyda tazi ay ser bobolar rafti. Joriy yil bug'doy mahsuloti ko'paygani bois o'roqchilarga ham yaxshi ishlar zaminasi faroham bo'lgandir. Bangi tumanining mohir o'roqchilaridan bo'lmish Qutbiddinning aytishicha, u ana shu yo'ldan yaxshi must qo'lga keltirib, o'z ro'zu ro'zgorining tebratadi. Fasli o'roq urug'iga biz kelamiz, shu taraf Taxor kelamiz, Bahorak kelamiz, boshqa atrofga Taxora kelamiz, o'roq o'ramiz, bir luqma non o'zimizga hosil olamiz, olib boramiz. Bu ahli ayolimizga bir luqma non biz keltiramiz, istifoda qilamiz. Boshqa bir tomondan ham Bahorak tumanining ekinchilik va chorvadorlik umumiy mudiri ham joriy yilning dehqonkorlar uchun o'ta daromadli yillardan sanab 11 mingdan osharoq yerga bug'doy ekkanlari va ushbu yo'ldan qarordir 40 ming metrik ton bug'doy qo'lga keltirishlaridan ham xabar berib, hamda joriy yil mahsulotining o'tgan yillarga qaraganda 20% ko'payganining ham tilga olib o'tdi. Sakalsida 10% dasida manga suluki afzayish au ziyatwar rag'alada au hududan majmua 8200 metrik ton kexsida da inshaallah manga tarlasaku dehqonkaran sakal inshaallah tarlasaku. Mas'ullarga ko'ra, ular sayo harakatlari bog'dorlar va dehqonkorlarga yaxshi mashura berishi, isloh bo'lingan to'ximlar va kimyoviy kodlar bo'lib berishi uchun davomi bordir. Ishiki ularning aytishlaricha sabab bo'libdir to ziroat mahsullar, ayniqsa bug'doy mahsuloti mazkur tumanda ko'paysa.